Bundan oldingi storiyaga ko'rganinglardek menda hammasi yaxshi. Allohga shukr, hech qanaqa infeksiya yo'q. Hamma narsam job-joyida, spid narsalar emasman. O'zi qamalgan paytimda ham qamoqda o'lib qopti. Bir nimalar deb chiqarishgan. Har xil yolg'on ma'lumotlarga ishonib o'tirmanglar, o'rtoqlar. Iltimos. Ha, kiravering. Shunaqa har xil narsalarga ishonib o'tirmanglar. Men o'zi qanaqa больницadaman bilasizlarmi, qanaqa klinikadaman. Bu yoqda psixik kasallar, asabi charchagan odamlar yotadi bu yoqda. Men ham shunaqa negativlardan charchab mana уже o'zimga o'zim kasal ortiraman. To'g'rimi opa? O'ta anaqa yotadimi asab kasallari?